full navorot qilingan qora Gentra mana bugun sotuvda. Hamma narsasi originaldan qo'yilgan ekan. 2021 ga 22-yil ekan. Mashina yili egasini o'zidan qo'yamiz. Mana amerikankalari ham chista originalidan. Mana bana holatlari. Ko'rishlaringiz mumkin. Original amerikanka. Tonirovka ruxsatlari bor. Mers rol qo'yilgan CC3 monitor. Malibu original bar turibdi. 114 ming yurgan ekan probegi. Mana holatini ko'rishlaringiz mumkin. Monitorlarigacha holatga turibdi. Shunchani salon ko'rinishlari ham to'liq holatda. 22 tex pasportlari 21 ekan. Aloqaga chiqsanglar, mana video registrator har narsasini qo'shib beramiz deyapti. Qo'ng'i full navorot qilingan. Narxlarda metallari bor. Tayyor mashina. Aloqaga chiqsanglar, bank ham qilib beriladi. Mashinaning narxi 145 million ekan. Aloqaga chiqsanglar, bankka hisoblab beramiz. Full navorot arzon narxdagi mashina.